Bu joy aytmoqchimanki, Junaydxon hech qachon bosqinchi bo'lmagan. Junaydxon hech qachon xalqni talamagan. Junaydxon 16 yoshida Rossiya imperiyasini bostirib kelganda dushmanga qarshi kurashni oldingi safda turgan. 73-yil, 70-yil. 1873-yilda o'sha bu yerga Kaufman boshchiligidagi qo'shin kelganda, siz tarix kitoblarini menimcha o'qigansiz. Jiddiy qarshilik Xorazmda ruslarga qarshi kimlar tomonidan bo'lgan? Turkmanlar, bali sizga Turkmanlar tomonidan bo'lgan. Mana shu janglarda Junaydxon qatnashgan. Uni asl ismi Qurbon Mamed. U Junayd degan urug'ni keyinchalik oqsoqoli bo'ladi. U paytlar yosh bo'lgan. Keyin o'sha o'z urug'ining nomi bilan Junaydxon nomi bilan mashhur bo'ldi. Va bejiz o'sha Xiva xoni Asfandiyorxon uni chaqirib Xorazmni butun qo'shinlariga qo'mondon qilib tayinlamagan.